Efendimiz ulug' Allohning kitobi Qur'oni Karimdan afa hasibtum annama xalaqnakum abasan va annakum ilayna la turja'un. Sizlar ey dunyo xalqi, aqlli insonlar, sizlar dunyoga behuda yaratildik deb o'ylaysizlar. Sizlar biz Allohning dargohiga qaytarilmaymiz. Yani biz hisob kitob qilinmaymiz. O'lgandan keyin tirilmaymiz deb o'ylaysizlar. Sizlar unda o'ylamanglar. Sizlar dunyoga behuda yaratilgan bir xuddi ashundoq keraksiz moddaga o'xshash unda holatning o'zidagi narsa emas. Sizlarni yaratgan ulug' Alloh taborak va taolo hikmat bilan alohida nishon g'oya bilan alohida maqsad bilan yaratilgan maxluq. Sizlar dunyoning o'zida o'zinglarningki Alloh taborak va taolo va taqaddas belgilagan nurg'un vazifalar bo'lib, sizlar ana shu vazifaning ruhi bo'yicha yashasanglar, sizlar Alloh taborak va taoloning oldiga borgan vaqtida mukofotga erishasizlar. Demak, mana shu oyatning o'zida Alloh subhanahu va taolo va taqaddas sizlar shu iymon bilan yashab, iymonning talablari bo'lgan faroizlarini, vojibotlarini, demak, o'zinglarning mas'uliyatini ado qilib yashasanglar, sizlar mukofotga erishasizlar. Agarda mas'uliyatning o'zini tuymay, o'zinglarningki nurg'unlagan shundoq hikmat bilan yaratilganliklarini tunamay, sizlar behuda yatilgan kabi dunyoda yeb, ichib, o'ynab, kulib, eng oxirida tuproq bo'lib ketamiz degan mushunda xiyollar bilan yashab, dunyoning o'zidan ketsanglar, cho'qim yana Alloh taoloning oldiga berib, hisob kitob qilingan vaqtida sizlar jazoga uchraysizlar. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo afa hasibtum annama xalaqnakum. Bu yerda Alloh taoloning bu xitobi şu aqli va insonlarga qaratilgan xitob. Ko'zi va insonlarga, quloqi va insonlarga mana shu 3 xil alohida xususiyati bor. Birinchidan aql, ikkinchidan ko'z, uchinchidan quloq. Shu 3 a'zoyi saq bo'lgan insonlarga qarata ulug' Alloh taborak va taolo qilgan xitob bo'lib, chunki bu aql, ko'z, mana bu quloq taklifning asosliq manbasi hisoblanadi. Şu Alloh subhanahu va taolo butun dunyodagi insonlarga xitob qilib, xususan Alloh taologa ishonmagan, Alloh taborak va taoloning diniga ishonmagan, Allohning shariatini o'zining hayotiga tatbiqlamagan mushundaq insonlarga nisbatan alohida Alloh taborak va taolo savol qilib, sizlar dunyoga behuda yaratilib qoldik, hikmatsiz yaratilib qoldik deb o'ylaysizlar. Sizlar unda o'ylamanglar. Sizlar bizda albatta bu oyatdan chiqadigan xulosa gap, biz andaq axlat duvisiga o'xshash yoki biz ashundoq qiliqi hikmatsiz, foyda manfaatsiz bunda holatning o'zidagi keraksiz moddaga o'xshash bunday yaratilgan maxluq bo'lmasdan, balkim bizning yaratilishimizda hikmat bor. Bizlarning dunyoga kelishimizda hikmat bor. Hattoki bizning har bir vujudlarimizga qarasak, ko'zlarimizda hikmat, quloqlarimizda alohida hikmat, og'izlarimizda alohida hikmat, qo'l-putlarimizda alohida hikmat, ichki tashqi a'zolarimizda alohida hikmat. Demak, har bir cho'ng kichik a'zolarimizning hammasida alohida hikmat bo'lib, bizning mushu tug'an turuq holatlarimizda obdan aqlan o'ylagan vaqtidami bundoq murakkab yaratilgan maxluq andoq behuda yegay, ichgay, kaygay, eng oxirida tuproqqa aylanib ketgay, uning cho'ng-cho'ng g'oyalik ishlari bo'lmagay, bunda holatning o'zida bo'lish aqlanmi to'g'ri emas.